Muhterem Müslümanlar, Ulug' Allah Qur'oni Karimda shundoq deydi. Mallar va balalar dunyo tirikchiligining zinnatidir. Baqiy qoldigan yaxshi amallarning savobi Allohning nazarida texmi yaxshidir. Aziz mu'minlar, balalar bizga sovg'a qilingan eng so'yimlik ne'matlardan biri. Avlodlarimiz ailemizning eng qimmatli gunohsiz mehmini va barakatidir. Ular hayotimizning xushalliqi, muqaddas kitobimiz Qur'oni Karimning ifodasi bilan ko'zlarimizning nuridir. Amal daftarimizni har zaman ochiq tutadigan yaxshilik manbaimizdir. Eng o'zgacha omonatimiz borligi va yo'qligi bilan imtihon vasilamizdir. Qimmatli musulmonlar, balalarimiz bilan munosabatlarimizga yetakchilik qiladigan eng qimmatli rahbarimiz olamlarga rahmat qilib avatilgan so'yimlik payg'ambarimizdir. U barliq mavjudotlarning ichidan hammadan bakrak balalarni yaxshi ko'radi. Uning marhamatga to'lgan yuragi hammadan bakrak balalarga ochiq edi. U balalarga bo'lgan marhamatini ularning beshini siylab, bag'riga bisib, so'yib, hidlab ko'rsatdi. Balalari va navrlaridan boshqa uning atrofidagi balalarmu uning shafqatidan to'yg'idek nasibasini oladi. Qadrli mu'minlar, Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam balalarga ko'ngil bo'lib, ularga qimmatli ekanligini his qildiradi. Doim yenidan yer ayirib, bir narsalarni hadiya qilganida avval balalardan boshlaydi. Yollardan o'tganda salom berib, ahvolini so'raydi. Ba'zida ular bilan chaqchaqlashib, hatto o'yinlarga qo'shiladi. Ko'nglining yerim bo'lishiga, bexatarlik tuyg'ularining zidilanishiga ruxsat qilmaydi. Qanday xatolik o'tkazgan bo'lishidan qat'iy nazar, ularni savrchanlik bilan tinglab, nasihat qiladi. Qiz bolalarga va yetimlarga ayrim ahamiyat beradi. Ularni eng aziz omonat bilib, xo'r ko'rilishiga hargiz ruxsat qilmaydi. Payg'ambarimizning butun g'ayrati bolalarning o'zgichiligi bo'lgan holati cho'ng bo'lishi, iymonliq va go'zal axloqli bir nasl bo'lib yetishib chiqishi uchun edi. Aziz mu'minlar, bugungi insonlik payg'ambarimizning davr halqigan o'rnaklarga bakrak muhtojdir. Undaqda biz hech bir dada balasiga chiroyli tarbiyadan bakrak qimmatli bir miros qoldirmagandir degan payg'ambarimizga quloq solaylik. O'zimiz, so'zimiz va muomalamiz bilan bolalarimizga o'rnak bo'laylik. Ularni shafqatimizdan va so'ygimizdan mahrum qo'ymaylik. Ko'yinish va marhamat bilan Allohga qulluq va majburiyat ingi bilan cho'ng qilaylik. Moddiy ehtiyojlar bilan birga ma'naviy ehtiyojlarga ko'ngil bo'laylik. Unutmaylikki, bolalarga ko'rsatilgan so'ygi va aloqa, berilgan axloq va qimmat tarbiyasi dunyo va oxiratimiz uchun eng xayrli mablag'dir. Assalomu alaykum va rahmatulloh.